Oxirgi paytda ijtimoiy tarmoqlarda boychechak xalq qo'shig'ini cho'lponning o'limi bilan, uning boltalanishi bilan bog'layotgan ma'lumotlar ancha ko'payib qoldi. Shu masala bo'yicha o'zbek tili va adabiyoti mutaxassisi Shokir aka Tursun o'z Telegram kanallarida munosabat bildirib chiqdilar. Mana shu munosabatning mazmuni bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Gap shundaki, bu qo'shiq cho'lpondan kamida bir necha 100 yil oldin yaratilgan va uning cho'lponni boltalanish bilan hech qanaqa aloqasi yo'q. Boychechak qo'shig'ining syujeti bahor elchisi boychechakni qadimdan bolalar qor ostidan terib olib keksalarga yetkazishgan va keksalar ularni ko'zlariga surtib yaratganga yana bir bahorga yetkazgani uchun shukronalar keltirishgan. Boychechakni ko'zga surtish, qahraton qishdan keyin bahorga yetish bu yana go'zalliklarni ko'ra olish uchun imkoniyat, yashashga nisbatan umid sifatida qabul qilingan. Ba'zi xalq og'zaki ijodiy manbalarga ko'ra esa bu qo'shiq hatto o'g'il bolalarning beshikka belanishi yoki xatna qilish marosimlari bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Lekin bir narsa aniqki, bu qo'shiq cho'lponning o'limi bilan bog'liq emas. Yana bir ma'lumot, cho'lponning boltalab o'ldirilishi bu adabiyotshunoslar va tarixchilar tomonidan ilgari surilgan bir taxminiy variant xolos. Ya'ni hech qaysi manba bu ma'lumotni aniq dalillamagan. Mana shunaqa gaplar. Adabiyot va so'zga diqqatli bo'ling. Salomat bo'ling.